Bugungi darsimiz to'g'ri burchakli dimmetrik proyeksiyalar haqida. Dimmetrik proyeksiya avvalambor tanishtirishim kerak, o'zi nimadi? Bu aksanometrik ko'rinish nimasiga qatoriga kiradi. Aksanometrik ko'rinish degani umumiy ko'rinish. Undan izometrik ko'rinish, izometrik proyeksiya, dimmetrik proyeksiya, perspektiva va hokazolar ketadi. Demak, biz oldingi darslarimizda aksanometrik proyeksiyani ko'rib o'tdik. Unda fazoviy o'qlar 120 gradusdan tashkil qiladi va shu burchak ostida qaraymiz. Bugungi darsimizda to'g'ri burchakli dimmetrik proyeksiyalar haqida gaplashamiz. Unda fazoviy o'qlar rasmda ko'rib turganingizdek X o'qi gorizontal o'qiga nisbatan 7 gradusda, Y o'qi gorizontalga nisbatan 41 gradus 10 gradusda va Z vertikal holatda bo'ladi. Keyingi rasmga o'tishdan oldin bir narsaga e'tibor bering. Mana bu yerda 7 gradus 10 mm Y o'qi 41 gradus 25 minut X o'qida Y o'qida berilgan. Endi bundan tashqari koeffitsient degan narsa bor. Mana e'tibor bering. OX va OZ o'qlari bo'yicha, ya'ni koeffitsient 0.94. Bu nima degani? Bu demak koeffitsient bo'yicha ishlaganimizda o'qlar bo'yicha o'lchamlar 1:1 qilib olinadi. Yoki 1:1 masshtabda. Endi buni davomini qaraydigan bo'lsak, OX o'q bo'yicha esa 2 marta qisqa, ya'ni N47 berilgan koeffitsient. Buni taxminan mana N05 deb olamiz. Y o'qlari bo'yicha o'lchamni demak yarmi olinadi. Ana endi nimaga qaraylik. Mana bu yerda shaklda to'g'ri kub berilgan. Kubni oldidan ko'rinishi va ustidan ko'rinishi. O'lchamlari ma'lum. Ana endi buni dimmetrik ko'rinishini chizadigan bo'lsak, mana dimmetrik ko'rinishida Z va X o'qlari 1:1 olingan, Y o'qlari boyagi yuqoridagi koeffitsient bo'yicha yarim qilib olingan. Demak, mana shu koeffitsiyentlar bo'yicha qurilgan detallarni qurilgan ko'rinishlari, umumiy ko'rinishlari dimmetrik proyeksiya deyiladi. Demak, biz qaysi burchak ostida detalga qarashimizga bog'liq ekan bu narsa. Demak, bu hozir oddiy prizmani ko'rinishi. Agar sizni qo'lingizga variant berilganda ba'zi bir o'yiqlar, qabariqlar, botiqlar bo'lishi mumkin. O'sha narsalar X o'qi bo'yicha har bittasiga 1:1, Y bo'yicha o'shalarni yarmi olinadi. Ana endi bundan tashqari dimmetrik proyeksiyada silindr shakllari bo'lishi mumkin. Ayniqsa kompozitsiyalarda. Ularni chizish uchun biz aylanani dimmetrik proyeksiyasini ham yasashni o'rganishimiz kerak. Demak, mana bu joyda X o'qi Y o'qiga nisbatan bu gorizontal frontal holatdagi aylanani dimmetrik holati. Agarda biz kengroq ko'radigan bo'lsak, mana Z o'qi diametrga parallel holatda, ya'ni anaqada ko'rinishda aylanani gorizontal holatdagi aylanani olib, mana bu yerda avval chizish usullari ko'rsatilgan. Demak, dimmetrik proyeksiyada ham avval aylana avval shaklida ko'rinadi. Oldingi darslarimizda dimmetriyani o'tganimizda aylanani aksonometrik holatini chizgandik. Aksonometrik proyeksiyada. Dimmetriya uchun alohida avval shaklda ko'rsatilgan. Mana bu joyda aniqroq ko'rsatilgan. Bu yerda ham nimada 3-holatda profil ko'rinishda detalimizni profil ko'rinishda birorta aylana bo'lsa, dimmetrik proyeksiyada mana shu tartibda o'qlarga e'tibor bering. O'qlarga nisbatan avval qandoq chizilishi ma'lum bo'ladi. Ana endi undan tashqari dimmetrik proyeksiyada soya berish tartibi ham berilgan. Soya berganimizda biz kubni dimmetrik proyeksiyasini olamiz.
Diqqat bilan e'tibor bering. Mana bu yerda dimmetrik proyeksiya va kubni diagonalidan foydalanamiz. Kubni diagonali asosan S bo'ladigan bo'lsa, uning gorizontal proyeksiyasi S, frontal proyeksiyasi S1 va profil proyeksiyasi S2. Ana esingizda bo'lsa, oldingi darsimizda ortogonal proyeksiyada bu kubni ochib olib foydalangandik nurlardan. Dimmetrik proyeksiyada kub ochilmaydi va shu holatda nur yo'nalishlari qabul qilinadi. O'ng tomonda pastga e'tibor bering. Demak, mana bu yerda S0 va frontalda S1 va gorizontalda S yo'nalish bo'yicha foydalanamiz. Mana oddiy bitta prizma. Prizma asosi trapeziya bo'lgan prizmani oldidan ustidan ko'rinishi, bu prizmanimizda boyagi qonun qoida bo'yicha dimmetrik proyeksiyasini qurdik. Y ga yarim o'lcham oldik, qolgan o'lchamlar bir-biridan. Va buni soyasini qurish uchun biz mana bu yerda S fazoviy nurni tashkil etdik va gorizontal shakl yo'nalishdagi S'ni olib, uni tutashtirib va shu nuqtani soyasini topdik va devor qismi bilan biriktirib qo'ydik. Agarda detalni soyasi gorizontalga tushadigan bo'lsa, fazoviy va gorizontal nurlardan foydalanamiz. Agar detalni soyasi asosan devorga tushadigan bo'lsa, biz fazoviy va frontal nurlardan foydalanamiz. Ana shunda bemalol nimani qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bizga detal berganimizda mana nimalardan yaxshi foydalana olishingiz mumkin. Mana bu boyagi oval shaklini, soyalarini chizish usullari ko'rsatilgan. Bunda ham fazoviy va frontal nurlardan foydalanilgan. Darsimizni shu yerda tugatamiz. Buni yana davom ettiramiz.